tajribalar ishtirok etgan. Coachinglarni o'tkazyapmiz. Bular nima maqsad? Odamlarning og'irini yengib olish. Inson ijtimoiy xizmatlar markazlarimiz juda ko'p ijtimoiy himoyaga muhtoj. Ko'rsatiladi. Sportni rivojlantirish, bularni sizlarni sorsongarchilik bo'lmasligi uchun tuman tashkilotlari, davlat tashkilotlari bilan yana bitta raqamlashtirib kam ta'minlaydi, o'sha integratsiya qiling. Sizlarni o'sha navbatga qo'yinglar. Menga olib bermay yoki bironta Markazga ham bepul davolanasiz. Ha. Boshqacha ta'sir qilish. Ket Toshkentga olib. O'sha 103 ta xizmat turlarimizdan tashqari ishtirokchilar e'tibor berib turasizlar. Men markazi bolalarni ijtimoiy himoya qilish bo'limi hisoblanadi. Ya'ni ular voyaga yetmagan shaxslar hisoblanadi. Ma'lumotlar mavjud bo'lgan bolalar ijtimoiy qo'ymasga qarab qizingiz mana shu kunduzgi xizmatimizda sharoitlari miqdori 75%.